Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık Oçuk Söhbet programımızı görüşünlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Hürmetli televizyon görüşler, bugün stüdyomuzga kıymetlik bunundan burunmu bir qancha katımlap söhbetlerde huzurlandı bolgan hürmetli mehmenimiz Uyghur ziyalisi Şivsiyada yaşap atkan Nebijan Alan teklif kıldık. Köp rahmet eytimiz kıymetli vaxtını çıkıp kepbergen üçün. Qadirlik televizyon görüşlerimiz bugünkü söhbet programımızda yani şu Xitay'nınki vatanımızda elip berip atkan tajavuzçılıklardan birini her qatım qadek yeni çıkıp atkan bu tajavuzçılıklardan söylep etimiz. Bir vasıta mavzu kireli hürmetlik Nebijan hemmizge malum Xitay tajavuzçıları vatanımızda elip berip atkan siyasetleri kündün künge insan akıllı kubul kılamaydıgan derecede her xillişip saranglaçı siyasetini elip berip atıdı. Bugün bu küçümüzün yetkinci, vaktimizin yetkinci bir qancha mavzu toxtalsak, en ahırda şu neçe haftadan buyon vatanımız mərxil vaqalar çıkıp bunun qarşı Xitayla çoğun nəhayət köşüp ketkenligini bildirip Əmmiyədə, Xotan, Qaşqa, Ürümçildə ayı körsüş manevri elip bağın boldu, xalqqa tehdit işiltiş manevri elip bağın boldu. Onun aldıdılan şu Xitay bundan burun mu neçe yıllardan buyon bulup mu Çinjuang'a kelgendiğin için şu Uygurlarniki til jihatim bolsun, her xil qoşmaq tuqqan siyasi sizlerme ötkazdık bu mavzu söhbetlerini. Şu bizning tilimizni, ana tilimizni yo'qotish uchun yillardan buyon siyaset elip berip atqandi. Her qatim bunu e'lon qilgan vaqtida, buni ijroatini elip borgan vaqtida bu davlatni ilgari surishimiz kerak, qo'sh til u degan bu isim bilan tilni yo'qotish faoliyati elip berip atqandimda. Maqtim bu atalmış 18 moddalik nima e'lon qilgan vaqtida bevosita ochiq oshkora o'qituvchi o'quvchilarning mingisini tozalash nemesi degan bu ibarani ochiq oshkora ishiltalaydigan bo'ldi. Bu 18 turlik moddalarni to'rlarda bo'lsin, ijtimoiy fikrlarda bo'lsin, hali keng tarqaldi millatimizning ichiga. Buning ichiga albatta moddani birdan o'qib yurishimizning hojati yo'q. Xalqimiz uzun bir anglagan masalalar köpüncüsü ama bu qatımqi bu moddalarning ichida burun qistim bakrak ochiq oshkora yolg'on ishiltilgan tahdidlar. Nima ish qila oladigan men shunda xoliqni qilaman. Yani sizning aqling qabul qilmamdi endi. Yani hiçbir cinayet yok ama en addisi yani azroq puldar olsa şu anda alayda bir insanın puldar olib qilishimi yoki bir o'qimishliq bir ziyoli bir diniy oiladan bo'lib qilishimi tamamen şu qora chekit urilgan shunda asabiylikning doirasiga kirgizib qo'yilgandi. Şu derecede bir tragediyelik bir xil vaziyat elip berilyapti. Xitoy ham bu faoliyatlar bilan, bu siyasetler bilan nima ish qilmoqchi? Xalqimiz bu holatdan qanday qochib qutulish kerak, qanday bir chiqish yo'li tepish kerak degan mavzular to'xtalsak, undan keyin Xotan bo'lgan voqea va vaqtimiz yetsa bu ayib ko'z tushmani yo'lini olib borsak, shundan boshlasak. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evvel görmelerimizle her birliğe Allah'ın güzel salamı ve rahmeti mağfireti olsun değil mi? Anam diyeyim ki bu programı teklif kılmanız için yana bir kıtım rahmet eyledim. Çünkü bizlerin olmamış şundak yüzümüzden göz karşına fikir ellerimizden çıkar her birlerinden sorun hazırlatırış bile bizim halkımızdan ortak halette yüzümüzden düşüngenini, bilginini, işte ortaklaşışını layık görümüz. Hem de biz bu kesbinin ehli veya ki biz bir doktorluk kaldığımız uygun bir unvanımız bulmuş mu ama yüzümüzden düşüngenini, his kığınımızını, halkımızdan his kılıvatkalığını müşahede yüzümüzden zağırtılı boz mu ifadeleşik tırışımız de böyleyim inşallah. Hem de Xitayların bu abim kredikle 18 türlük olsun, yargımız 9 türlük olsun, her türlük nizamlarının namını Kankuşa'da menücü şerkinin namıda tarqıtışı bu Xitayların tünce qitimliq emas. 2014 yılı Qarmay şəhərində bir 10 moddalıq bir nəsə tarqalğan. Bunu biz xəbər qılıb işləyəndə. Demək onun da nə degan məzmunlar var dedigəndə onun da ballarının namaz oxumaslıq, oxuğucularına hani kendi yürüştürüşü, yazıq çekmezlik, anam dinkinci o İslami halette kinişini çekligen. Bu şekilde tedbirler vardır. Anam dinkinci o degende bu da ketilmek çıkanı perhlik edilmeyende bir birisini nazaret kılış şekli. Mesela
o'qituvchi o'quvchilarni nazorat qilish. Ularni bu jihatdagi nuqul oldi ularning bolalarni tarbiyalashga natijasi emas, faqat bolalarning siyosiy jihatdagi. Bularning diniy ko'z qarashi, oilasida qanday diniy ko'z qarash, oilasidagi ota-onasining namoz o'qimasligi, uning da'vat qilish qilmasligi, uydagi jay namoz, uydagi dada-onasining ijtimoiy munosabati, diniy tusdagi kishilar bilan yoki diniy tusni olgan so'z harakat, sharkatlar bilan aloqasi bormi yo'q degan shaklda, yana bir-biriga josuslik shaklida, bir-biriga qaranchiq shaklida mundaq talablarni o'tirib qo'yayotganligi aniq oshkor. Masalan, o'quvchilarning shunday diniy tusga ega, ilmiy jihatda millatlar ittifoqligiga daxl qiladigan sharkatlarda bo'lsa, darhol munosabatga chiqishtirish, fosh qilish. O'quvchilarning siyosiy jihatdagi mushuni hattoki bu da qish ta'tili yilligimiz uchurimizda bütün o'quvchilarga belgilab berdik. Masalan, bir sinfda 30 o'quvchi bo'lsa, 3 o'qituvchiga ondan oilaga ziyorat qilish hamda ota-onalar bilan ta'tilda bolalarni uydagi vaqtida to'xtamagan nizomlarni qo'l qo'ydik. Buningda nima deyotgansiz? Asosli 45 turlik, muaylik turlik bilim bor. Buningda eng asosli bolalarni ta'tilda sizning qo'lingizga qoldi. Birinchi bolalar namoz o'qimasligi kerak. Namozga o'qishga da'vat qilmasligingiz kerak. Endi milliy bo'lginchilikka, millatlar ittifoqiga daxl bo'ladigan sharkatlarda, so'z harakatlarda va yaxshi uni ta'sir uchirmaslik kerak. Cho'qim Xitoyning partiya siyosatini qo'llaydigan, quvvatlaydigan maydonni hozirlash kerak. Deganga o'xshash shartlar bilan ana degan ota-onasiga qo'l qo'yishi, o'qituvchilarni o'zaro qo'l qo'yib bolalarni ota-onasiga topshirib bergan. Shuningdan keyin anadan keyin yana bir ansiraydi g'ayri cho'qim bolalarni qaralik holda, masalan, oilaviy chet elga ketib qoladigan yoki o'qib ketadigan ish bo'lib qolsa, masalan, shu o'qituvchining yillik mukofoti va butun maktabning yillik mukofotini tashiydi. Buni bilan chambarchas bog'lab, haliqi o'qituvchilar jazo ko'rish emas, butun maktabdagi o'qituvchilarni bog'lab jazo ko'rishdi. Sinjirsiman jazolash. Sinjirsiman jazo ko'rish orqali qanday qilgan deganda, oning ro'yi bisim shakllantirilgan. Sening sababingdan biz mush mukofotdan qo'rqib qoldik deydigan mundaq bisimni shakllantirish holatini shakllantirdi. Demak, nima deganda chetib jazolash, chetib bisim hosil qilish. Demak, o'qituvchi buni bilmay qolsa, yana bir o'qituvchi o'zining manfaatini o'ylab bo'lsin, chiqishtirib qo'ysin. Yoki boshqa qo'ysin bu harakatlarni degan shaklda. Yoki mush bir-birisiga mushaq shaklda bir-birisiga ziddiyat bo'lsin bu. İttifoq bo'lmasin. Dushmanlikni, norozilikni o'zining ichidan ko'rsin. Hukumatdan ko'rsin. Mandaq shaklda sharkat ilib berayotganlikka aniq o'ttirdi. Shunga xalqimizning masalan namoz o'qib qilib yoki bo'lmasa men sababli namoz o'qibman tutilib ketgan bo'lsam, meni urqit qoldirim. Va mush namoz o'qimasa bo'ladi, mush qilmagan bo'lsa, mush ish bo'lmaydi deganga o'xshash norozilikni mendan ko'raman. To'xtab turing, men namozni o'qib buni tutgan kim o? Bu Xitoy tajovuzdir deydigan ma'vo nuqtadan burumlab o'zaro ko'rishga, o'zaro ziddiyat shaklda elib berayotganligidek narsa. Demak, nima deganda maktabda shu. Masalan, bir o'quvchilar nazorat qilish, o'qituvchilarcha o'quvchilar nazorat qilish. Bolalarning yetilayotgan ma'rif maktabda ularga bir narsani bildirish o'qitish emas, ularning siyosiy jihatdagi maktabga to'liq kirishi, maktabda ko'p faoliyatlarga o'rlashtirgan aktiv qatnashishi bu bolalarning maktabdagi o'qish hayoti shu bo'lib qolyapti. Bolalarning ideologiyasi nima? Mush bir-birimizni chiqishtirib, bir-birimizni döngab, mushtaq qilib bir-birimizni yaxshi chaplab, ashta yetilgan bolalar jamiyatda his qo'sha olamda bir chiqimchi bo'lib yetishib chiqilgan gapcha, bolalar maktabda o'qib bitgan bolalar. Demak, nima deganda bolalarning ideologiyasi uchun mushundaq narsalarni singdirish. Ya'ni Xitoyning digində qilsam, ma'lum muddatga yashay olaysan, ammo unda demay o'zing bilgan uni qarshi harakat qilsam, sana chiqish yo'li yo'q. Ya'ni maktabdan qo'g'lansa, yoki jazo uchraysa, degan o'xshash. Hattoki ota-onalarni chetib jazolash, andan keyin o'qituvchilarni masalan 10-15 oylik olgan degandek har bir ta'tilda o'qituvchi damlish yo'qmi, ishi yo'qmi, uning oilasi yo'qmi, nima deganda hamma hozir mayli o'qituvchi bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, Sharq Turkiston xalqimiz nima degan siyosiy vazifani ishlaydi. To'g'ri. Mushunda holatda vaqtida u yerda maktabda o'qib chiqqan bolalar bizga yaramli insonlar bo'lib chiqqanda Xitoy nima deganda mush shakl orqali biznicho yana nadam qildirish. Ya'ni-cho mushunda ichki ziddiyatga to'lgan shaklda bir muhit yaratish. To'g'ri. Demak, Xitoy maktablarida unday shular oltamdi degan unday bo'lmoqda. Normal o'qish, har sohadagi narsalar to'liq, har
planlı şekilde terakki qilib rivojlanadi. Ammo Uyg'urlarning uchun deganda mayli o'quvchilar bo'lsin, mayli o'quvchilar bo'lsin, helidan heliga siyosiy yig'in, helidan heligacha kuruz, helidan heligacha minusni yuvish harakati degandek çok qatma-qat siyosiy bisimlar ichida yashayotganlik. To'g'ri. Haqiqatan shu yani siz degandek yani bir nafas og'idek darajada bir imkoniyat qoldirmoqlik. Shu 18-20 ichidan qarasam senga shu davlatning atalmış qo'sh til siyosati haqida o'qituvchilarning ichidan bo'lsin, elib berilayotgan bir o'zining fikrini bildirganlarmi bevosita jinoyatchi qatoriga so'labdi doirasiga olibdi. Hukumatning siyosatlari shu davlatning tilini ilgari surish nimasiga uni buni deganlar debdi ochiq oshkora. Siyosatni eleştirib ayıplaganlar u bu degandek hammasi kirib ketgan gapim. Yani xalqni mayli o'qituvchi bo'lsin, odatdagi normal xizmat tunugunda oldim yaqinda vatandan chiqqan bir qarindishimizdan. Yani bu xalqni sizda aytgandek hech qanday bir boshqa bir narsani o'ylatqizmaslik uchun men hayron qoldim. Bu darajaga bir kun ham normalda uyga kirib uyning ichida tozalik tekshirish nomida tekshirayotgancha hozir chat xotandek bir yaldimi kirib o'zining rasmi jarimani to'laganligini dedim. Qachon tamoqni yeb bo'lib, qachon oqshimiz kechib ketib ishga adam bir mehmon kelib qoldi uyga deylar. Mehmon chaqirishim ruxsat bilan haziramda izim bilan. Qachon jumay qilib ekanimda. Jumay qachon jumay oshxona vaqtida qo'ygan bir to'rtta qachon ko'rib, mush qachon jumapsan deb 200 so'm jarimani og'irligini. Bir kuni yana boshqa bir kun esa munchini tozaligi yaxshi bo'lmabdi deb munchiga tekshirib haqni uy ham o'ylsam. Aşağıdan tatip amdaşı aynekte aşının nimetini ötmese, yani hiçbir şekilde başka narsani o'ylaydigan bu xalqni beka qo'ymaslik uchun damdi. Qattiq beka qilmaslik kerak. Chuqur bir ishlar o'tganda bir siyosatni chiqarganda butunlay aşağı qilish nimasini amaldan qoldirdik, hech kim bilmagan. Bu gap hammasi quruq gap deydi. Bu rasmiy ijro qilindi, masalan, yangi chiqqan bo'lgandan keyin so'rdimda. Aşna desem bu quruq gap bu. Hatta aşu xotandan qarqay uyabay tutuşadigan sayliq cho'lda hiçbir inson yo'q yerda ketyapsam bir kun dedim başında. Qum aşı cho'lam. Ya bu shaharning ichi bo'lmasa tozaliqchi bo'lganga aşağıga shu Uyg'ur xalqini achib qo'yib, aşağıga xashu u yo'lning bo'yidan elib aşı xaltiq silib, yo'lning chatlariga ya kun botganini ko'rdim men dedi. Bu nima ish qilgan dedi. Hiçbir şekilde bir minut beka qo'ymaslik dedi hamda. Normalde aşı xalq shaharning ichida ishlasa kunligi falan pul ishlaydi ekan hamda. Aşağıda aşı yo'q qilan qo'sqini aram baqilmaydigan darajada pul verdi, pul verdi dedi hamda. Aşında işiltib xalqni hech bir şekilde beka qo'ymaslik uchun mendan faoliyatni elib beradi dedim. Mushundaq bir ahvolga qo'yib odam bu narsalarni desa odam bir xil nurg'un xalq bir xil tushkunlik tushib qoldigan va bu nima shu kitob bu ahvolda qanday qilamiz deb masalan bir tarafdan tushkunlik beradigan bir masalamdi bu. Mushundaq nimalarga xalqimizga nimalarni deyish mumkin, qanday bir fikringiz bo'lishi mumkin. To'g'ri, endi bu siz degan o'xshash har xil shaklda xalqimizni bir minut beka qo'ymaslik, bir minut fikr yurgizmaslik. Yani birlik hosil qilmaslik. Sen ideya birligi deymiz, yoki fikr birligi deymiz. Xo'sh. Barimiz yoki bo'lmasa o'zining noroziligini o'zaro birlashib bir qo'saq bo'shlik shaklida mana bir deyishkicho faqat cho'rtlik qo'ymoq. Tutib ketgan inson normal nima kelmishi urilib kelib qolmaydi hozir. Tutib ketilgan inson mesela ailesini tutilmagan bir inson yo'q o'xshaydi deb vatanda. Ailesini hech bo'lmasa biroz bir turmuga kirmagan inson bak oz deydimda. Ya akirib ketib qolib qolsangiz, şunun ailesi nini puldar olsun, nim olsun, berib özünü soqchi idoralar uyabada eng yaqin bak jon do'st olmasa, nima uchun deb so'rayolmaydi ekanman. Balamni mesela balam tutib ketibsiz yo akam tutib ketibsiz, nima jinoyat o'tkazdi deganni so'ranmaymiz dedim. Hech kim so'ranmaydi dedi. Mesela nim bo'lib meni qilib qopti deb o'tkazgan jinoyat nima deganni so'rash mumkin emas. Shuni yo'l men pul xashlab ayna qilib açıqlagan gapdi. Nurg'ullarning yaqin do'sti orqali keyin nim bo'lib qolganligini bilganlar debdi menga bu ishlarni. Normalda necha oy burun bir torbatni ichib qolganligini keyin debganligini dedimdi. Shu darajada inson nimishqa akirib qo'ydim men deganni so'ranmasamdi. Demak nima deganda bu yerdagi zulmning ne kadar
ilagi bir qağanlığını his qılırıq. Tabii tabii. Şimdi biz siz bilen biz kiçik vaxtımızda medeniyet inqilabı deyip keyin anladık ama biz medeniyet inqilabı Kömürdük de. Biz to'g'ilgan yillar medeniyet inqilabı oxirlashib qoldi. Demek şu vaxtlarda şu çoğlanın deb bir şeyde medeniyet inqilabının ne kadar boğallığını, tanqidlash yig'inlarining kech-kechlab ishilganligini, hattoki namoz o'qiding deb tanqidlagan, hattoki masjidlarimizni cho'shq qutuniga aylantirib ketgan, Uyg'urlarni cho'shqa boqbuzgan, har xil shakldagi zulmlarni anglagandik. Anlab yo'q, mushundami qilib ekanda, mujuglar deb shu vaqtda bildim bo'lgan. Endi bizning davrimizga kelganda buni ko'rmaymiz 21-asrda degandik, ammo bizning xalqimiz bizlar buni his qilyapmiz. Xalqimiz shu buni peshin o'tkazyapti. Demak, nima deganda bu yerda Xitoy zodi bizni yo'q qilmaydi dedi. Bizning Uyg'urlarga necha qitim biz gapimizni shuni da'vatimiz suhbatlarimizda Uyg'ur xalqining hamma dushman deb bekitib qo'ydi. E'lon qilib qo'ydi. Faqat o'limni ijro qilish vaqtidan qoldi. Xalqimiz men manda o'qishdim. Xalqimizning hammasi kepanni kiyib bo'ldi hozir. Kepanlikni kiyib bo'ladi. Faqat namazını düşürüş kapkan. Yetişte kaldı hem de şimdi. Namazı düşürüş mü, yol koymaz mı ki de oyladım hem de. Çünkü bunlar bunda ne yapıp ketken hatta ki bazı ailelerde şeharetliler namaz okuşu gırdağı verip kalıyor. Namaz ne? Üyünün içinde olsun mu şeharetliler. Demek nime degende bir canamaz çıksa o artık cezalavasa, bir terek köygünü artık cezalavasa, bir işbokun terek keşinin artık cezalavasa bu kanda zulüm. Tamam. Senin diginin kanunu... Özünüzden, dostunuzdan ödeye koşudu bir namaz okumasanız, uyda namaz okumasa, birazdan uyda. Elbette bu dini cihet ki o. Hem de ictimai münasebet cihet ki siz degendek ya mimar çakıramızsak, ya hoşumuzdan üyü kıremizsak, hatta ki yüzümüzden üyü kartından kırıvatsak, sırttı. Tek görüşünü üyde. Normal besip kırgen bolsak 10 yıl başlıktı. Artık geçip ama emez ki biz tek görüşünü üyde kırıvatımız. Demek nime bir yerde degende zulümün deşet bo'ldi. Endi bu zulüm xalqimiz bilan bo'ldimi? Xalqimiz bilan bulashning sirti nima bo'ldi degende shu yerda yashayotgan tajovuzchi Xitoyning puhralarga bilib bo'ladi. Bu biz yaxshi tarbiya bu. Demek nima degende Xitoyning puhralari balkim bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar bunun qarshi chiqsa, o'chi buchi degandek olgan qo'y. Hattoki tutib ekir ketganlarni nima uchun tutdi deyanmagan Uyg'urlarni, ammo Xitoylarcha deganda Xitoylarning normal turmushiga, normal hayotiga her bir işinin, her bir idarenin üstündeki başlık kim o? Xitay. Meyli sekreteri olsun, meyli direktörü olsun, meyli çoğu mesul olsun. Ama hatta grup başlığını tatip vermişse Xitay. Xitay olan için bulanın mesuliyet kimde yüklenlik degende birinci kol başlık yüklenlik. Bu da o çağandı mı Xitay'ın birinci kollarından asas köp sandıklı çağan işkirge gidemeydi. Çünkü bulanın çağanda tukallar birleşik tamak yaydıgan bir adeti var. Ama onun her şeyde bağımız bulmaydı. Töyen fendeydi bu Xitay'da. Ama onunla budaqi siyasi nimeden nimleyen getdigende birinci kol başlıklı eğer şu yani uğrundan, şu idareden, şu mahalle olsun, yoki bo'lmasa rayon olsun, yoki bo'lmasa şehir olsun bir çatak chiqadigan bir mesele birinci kol başlıklarının vazifasini elib tashlash. Birinci kol başlıkdan nima elib mesele sürüştürüş. Bu birinci kol başlık kim bo'lgan Xitoy bo'lgan ekan, bu yerda Xitoylarga jo'r deganda qattiq besim, qattiq vahima, qattiq demlanmaydigan, uyga xotirjam ketolmaydigan, shu dekki-dukida yashaydigan, besim his qilgan odatlar jo'r bularni shakllanish boshlagan. Shundan cho'q ko'p degan Xitoylar cho'q ko'ta bunda xizmatdan tuzan ishlardi. Tashlab berib istifa berayotganlar o'tir. Ammo Uyg'urlar, Uyg'ur kadrlar olsun, Uyg'ur mesela bir kadar idaresi işleyotgan saqchilar olsun, bular istifa degan gapni og'zidan chiqarmaydi. Agar bular undan gapni chiqarib kelib qolsa, udul turmaga sulaydiganligi, bularning shu idis chatak bor deb, ularni shu Amerikadagi turmaga sulaydigan ig'ir jazolar. Hattoki bular oyna ko'rdik. Xo'jamaydagi 7 cho'ng amaldarini Uyg'ur amaldarini elib tashlab etdi. Bular nima elib tashlab etdi? O'zi tayinlagan, o'zi yetishtirgan, o'zi nima qilgan? Şularım çok Xitay işinenmedi deyik. Yüzü terbiyeligen, yüzü yetiştirgen Uygur kadrı işin çıkılanmadı dediğim gibi. Onun için nokul çelikleşti, ayakkabı meselesinde kıldı. Nemi meselesinde kıldı o? Şu Xitay'ın döpbegini kıvatkanı kılgan insanlar. Xitay kılanmaydıgan kılvası. O nemi çıkar degen? Anın tüpki məqsidi işinenmedi. Çünkü birisi Çekiyi darsan nemisi yanımızı, valinin bizimiz yanımızı bizimiz degendek yukur hem de açlığın yukur emeldarlar.
Demek nima deganda bizning ishlayotgan o'zining Uyg'ur kadrligi bo'lsinmi-chu, ishonch qilaman degan. Endi bu zulmni mayli bizning u yerda Sharq Turkistondagi ziyolarimiz bo'lsin, diniy zotlarimiz bo'lsin, shu odatdagi fuqaro, hattoki boshlang'ich maktab bolalarigacha, yesli bolalarigacha bu biliglik. Ammo bu zulmga qarshi qanday shaklda ifodalanishni ojizchilik. Ham vatandaşlarning nimasi enakan zulm. Ammo bunga nisbatan yana nima deganda bizning asosli kuch nereden keladi deganda, mushu vatan sizning muajiratga qarindoshlar bu ahvollar qartacho faal yaşayotgan devletlarda, şu devletlerin kanunlarından faydalanıp, şu yerdeki zulüm içip taşlap birişte, şu zulüm ucu hareket kılışta birleşip, ittifaklı bir şekilde bir nesnenin oturup ölüp çıkış. Yerdeki insanlardan biz onu kılın, bunu kıl degen nimeni kütmeyin. Fakat biz sırtıdakiler nimiş kıpır eleyimiz, biz kandak birleşip, kay şekilde bu mesele hazır bulavatkan Şarkı Türkistan'dan reallık vaziyeti karta kanda hareket ilk baralayımız. Hoş, bu zulümünü anlattık, bunu məlum şekilde oturup elip çıkıvatımız ama bu yeterlik bulavatamdı o. Zulümge karşı Şarkı Türkistan'ın sırtıdaki muhaciretlik Uygurlarının hareketleri yeterlik mi o? Teşkilinişimiz yeterlik mi o? Karşı hareketimiz yeterlik mi o? Diyen sualını hemen yüzümüzü koyup baksak buna cevabı çıkar. Tamam. Bunun cevabını, bunun teşkilinişini, bunun yolu yorukunu kandaktır bir umumi teşkilat, umumi bir dünya bir yığını içip erkilişemez. Fakat hemimiz yüzümüzün imkaniyeti gerçi. Ben şahsen, ben nebican Allah, ben nimiş kıpır eleyme. Ben üzemini kanda özgürte eleyme. Ben üzemini kanda terbiyelep bu işqa esen de koşu alayım. Diyen soğanı evet üzem koşayım. Ben ağzım arkalık içip taşlayıp balarsam Xitay tecavüzçülerinin zulmünü ağzım arkalık, sözler arkalık içip taşışım gerek. Yizip hal kılalırsam, yizip kılalırsam imkaniyetim yarar. Onu kılışım gerek. Hal kılanmasak mı? Lakin bunun için tirişimiz gerek. Bu meselenin oturup gelip çıkışımız gerek. Bu mesele kandaktır teşkilatının yakımıza Dünya Uygur Kurultayı'nın yakımız mağrib cemiyetinden anlam işemez. Bütün umumu men Şarkı Türkistan'la men muşu vatanim Şarkı Türkistan'daki halkım için yakın Müslüman ümmetten bir parçası olan muşu Müslümanlar için ve üzerinden bir kişilik esasını koşayım ben. Ben üzerinden imkaniyetini cari kıldırma deydiğin insanın hemimizin üzgüçlük imkaniyeti var deyip karayım. Ya ki ihzaki olsun, ya ki sözleşi olsun, ya ki omuz takışı olsun, ya ki omuz çok paşkılış olsun. Bu cihette hemimiz üzgüçlük hareket kılalayız. Tamam. Ama bu hareketin düşenmeslik, bu hareketin kandak kılışını bilmeslik, bunun için izlenmeslik en çok hatalarımız. Tamam. Şunun için bu şekilde. Hakikaten şu doğru ettiniz şu Xotanda mesela şu 14 fevral günüsü Gumu'da yüz bergen vakadan keyin 3 qarindishimiz o'lib qolganligi oshkorlandi dunyoga. Onun 3 yilini Xitoy tajovuzchilari o'ldirib o'tgan bo'ldi, shahid qilgan bo'ldi. Endi bu vaqadan keyin hammamizga ma'lum, ya'ni Xitoy 16 fevral kunisi Xotanda, 17-si Qashqarda. Qashqarda bu faoliyatning elib berilganligiga keyingi menga kelgan uchurlardan shu bir qarindishimizniki dadasini haqsiz tutib ketganligi uchun doktorxonada shu o'g'li chidamay shu yerda Xitoylarga hujum qilganlik, pichoqli hujum qilganligidan keyin tutilmay yo'qolib qochib ketgandan keyin shunday bir ham yerda mushtut Xitoyning o'ldirilganligi voqeasi bo'lib, Bashirimdan butun Qashqardagi hamma shu kundan boshlab uni tutamman, shu Bashirimda butun do'kon saroy hamma narsa Bashirimda qo'yilgan. Shuna bir jiddiy holat yuritilibdi ekan. Shunga 2-3 kundan keyin 17-stajına to'g'ri keldi-da shunga. Bu yerdan bir Xotanning kendidan cho'ng bir hayvi ko'rsatish nimasi o'tkazdi. Buningdagi tilga elingan ishlatilgan iboralar uchuq oshkor holatda bu xalqni, ya'ni Uyg'ur millatini har qanday zodi arlıqda sözlerining arliqida ancha-muncha asabiy kuchlar u deb qo'ygan bilan bu qartilayotgan ifodalanayotgan narsa hammasi, ya'ni butun bir xalqqa qartilib deyilayotgan so'zlardan hammasini tub yildizni yo'qitamiz. Bir inson hamda shu qadar bu manzilni ekranda chiqib turadi, masalan shu qanday ko'rib turgan. Bu manzilni ko'rgan odam xuddi Amerika va Iroq bu davlatga kirgan vaqtda, bir davlatni ishg'ol qilib kirgan vaqtida ko'radigan manzillar bilan bir atal pichoqliq voqeaga
qarata elib berayotgan narsada hamda shuni bahona qilib turib hamda bu manzilni qandoq ko'rsiz Xitoyning bu aybi ko'rsatish bu shaklda tahdid selish xarakterli faoliyatdan keyin Urumchida elib borgan. Shunda elib berib xalqning qalbiga qo'rqinch selish bilan Xitoy nima maqsad yetmoqchi yoki bo'lmasa bu Uyg'ur xalqini chiqar maydonga shu orqali bir xil kuch ko'rsatish orqali maydonga chiqmasdan shu bana sabab topolmay turgan hammani qirib tugutadigan tayyor biz hozir shunda askarlarimiz bilan tizilib turdik deb buni ko'rsatish uchun elib beryotdi yoki bu qandaq bir psixikaning kendidan bundoq bir aybi ko'rsatish nimasiga ehtiyoj qolmoqda. Men buni bundoq tushunmayman-da. Avval buni temaga kirishdan burun men shu yaqinda shu 14-yilda Gumo pidoylarning shu Gumoda elib borgan Xitoylar o'rtoq rayonida, ya'ni bu o'ldirilishlarning hammasi yana Xitoy kadrlar. Ya'ni shu zulmni ijro qilayotgan, ya shuningga destek berayotgan, shuningga yordam qilayotgan asosli planlovchilarni. Xo'sh. Bularni o behudimda berib plan bilmaylar hujum qilgan hujum emas. Hamda bu planlı şekilde bu şeydeki Xitoylarning qilayotgan ishlarimiz bilan bularni charlash, tekshirish ilib berib, andan keyin bu planni amalga oshirgan. Avval bu qarindoshlarımızdan Allah razı olsun deyman. Allah şehitlik mərtəbəsini yuqori qilsin deyman. Mushundaq pidoylar bizning haqiqiy Sharq Turkistonning haqiqiy o'g'lonlari. Gerçi o'zini shehidlab ketganligini biladi. Bu neticəsinin netice berməydiganligini bu pidoylik hareketinin. Bunu biladi. O'zining yosh qiran hayotının nayet qimmatli ekanligini biladi. Amma mushundaq bilishlarning ichidan yana nima deganda, avval Allohning rizoligini ko'zlash, anandan keyin Xitoy tajovuzlarining haybisini urish. Buning bilan qanday bo'ldi deganda, bu harakatda gerçi 5 Xitoyni o'ldirib, 5 Xitoyni ig'riyarlantirgan bo'lsa-mu, bu bir Xitoylarning cho'zganda butun Sharq Turkistondagi olamda mayli Beijingni o'z ichiga olgan bütün Xitoylarning yurgini bir mo'jiza deb o'ylayman. Bundan qanday bo'ldi deganda, bundan keyingi xabarlarda ko'rsangiz, Xitoy tajovuzlarining shu yerdagi Xitoylarning sarosiga tushganligi, sarosiga tushgandan keyin anandan keyin bu yerdagi Xitoy kadrlarni qo'g'dash uchun xalq askarlarini o'rlashtirganligi. Xo'sh. Ularni ishga berib kelib qilayotgan ishlarda ularni oila tavobatlarini olsun, bularni uchun darhol bizning ashaddiy tashkillangan xalq askarlari orqali bularni qo'g'dashga o'rlashtirganligi. Demek nimadan derak ko'radi deganda, qo'rqoqlik. Qanchalik qo'rqayotganligi, u yerning shu vaziyatning qanchalik bir buzilganligining ifodasi bu. Bo'lmasa unda qilmaydi-ya. Demek nima deganda, bu shuna qo'rq. Endi bu hayvi ko'z serkitimi? Men o siz deganda 10 fevraldagi o balon pichoqli hujumda doktorxonada 5 Xitoyni onun pichoqli turganisi, anandan keyin Ma'balınınki 15 kishini Xitoyni yaralandırganligi, anandan keyin deganda bunun takrorlanavergandan keyin Xitoy bundan cho'chiydi. Hatta Xitoy tajovuzchilari emas, shu yerdagi fuqarolar uchun bundan qichiq uringandan keyin bu 15, 16, 17, 18 bu mesela bu ayıp qilish hareketi Urumchida bo'ldi, shunami? Qashqarda bo'ldi. Xotan. Demak, nima uchun bu rayonlarda bo'ladi? Demak, bu yerda Xitoy deganda o'zining xalqini ko'nglini tinchlantirish harakati qilyapti. Bizning manda askarimiz bor. Sizlarni qo'lday olamiz. Biz mushunchalik qo'lroqliga, mushunchalik askarlarning muntazam askarimiz bor. Chunki bizning xalqimizning qo'rqitamaydiganligini bu belgili. Biz bugun emas, tuniga emas, biz 67 yil bo'ldi. Bularga qarshi harakat qilyapmiz. Qarshilik harakatimiz 67 yildan beri bir kun to'xtab qolmadi. Demak, biz bilgunimiz 10-yillarda, 14-yillarda harakatni bildik. Undan burun zulm to'xtamay kundan kunga yomonlashib ketdi. Nima ish yomonlashib ketdi? Chunki yer shu Sharq Turkistonning vaziyatining jiddiy ekanligini yomonlashib ketdi. To'g'ri. Agar u yer insonlarimiz behud alat uxlayotgan bo'lsa, bunda harakat bo'lmaydi. Xo'sh. Demak, ayat xalqimizning o'yg'oqligini Xitoy bildi. Xalqimizning dushmanni aniq tuniganligini Xitoy bildi. Shuningdek Xitoy tajovuzlar bundan vayimlanib, bundan qo'rqibcha. To'g'ri. Arandagi hozirgidek o'ziga hayv ko'rsatish, u hayvni bizga emas, xalqqa ko'rsatadi. Men shunday tushunaman. Xalqning ko'nglini tishlantirish uchun, ularga bir masqalish huquqini urish uchun. Chunki Xitoy tajovuzdan u yerda Xitoy fuqarolari qochib ketsa, vatanni bir kun tutab turolmaydi.
Xitoy o'zining fuqarolarini qalqon qilish bilan bizning xalqimiz uchun, nadan insonlar xalqimizni qalqon qilish bilan vatanni tutib turadi. Agar unda bo'lmasa, vatan mumkin tutib tura olmaydi. Xalqimiz uchun, hozircha hammadan uchun dushmanni aniqlashning eng muhim nuqta bu. To'g'ri. Biz chet elda tunayamayotgan dushmanni Sharq Turkiston xalqimiz aniqlanadi. Zulmning naqadar ekanligini-chi xalqaro va bizga mujohid Uyg'urlarga to'ntug'liq. Uxlab yetishmay mujohidliklar. Ma vatanning ishida manda bo'lib turyapti. Hattoki duolarni chiqarib bizga duo asali bir duo qilib qo'yinglar deb yo'llayapti uchurlar. Demak, xalqimiz nima bo'layotganligini bu tushunsak bo'ladi. Bo'lmasa bu yerdagi insonlarning duosiga ehtiyojli qilanda bu insonlar emas. Demak, vaziyatning naqadarligini, naqadar tayyorlik holatga kelganligini ifodasi deb tushunadi. Shuning uchun biz endi muhojiratlik insonlar nima ish qilyapmiz, nima ish qila olamiz. Buning uchun bu masalaga qarata hattoki masjidimizni chiqdi. Buning qarata umumiylik tadbir olamiz. Tushunamizmi? Turmlarga kunni deydi ekitib bordi. Buni xalqlar nima ekilanmidi? Kunni degidek zulm bo'lardi. Mayli diniy bo'lamdi, mayli siyosiy bo'lamdi, mayli iqtisodiy bo'lamdi, bizga kundiga nima bo'lardi deganda zulmlar eshib beryapti. Buni nima uchun nimaga ekilanmaymiz? Nima uchun buni eklashga tirishmaymiz? Nima uchun cho'qim birsining vasisi, birsining cho'qim bir tergi bilan chiqish emas. Avval 80% o'zimiz kuchaymiz. Andan keyin boshqa davlatlarning, boshqa tashkilotlarning, boshqa xalqlarning yordamini olamiz. Biz 80% desmini sanmay turib, 20% kuchaytirib 80%lik desmini olamiz desak, vaqtida bu sodda turib qolamiz. Xalqning unchalik mablag'ini sanmaydi bizga. Meni demak yo'qman. Cho'qim biz o'zimiz tayyorlikni puxta qilib, sababni yaxshi qilib, Allohga yelinib turib bu maydonga chiqamiz. Bu fidokorlikni beramiz. Fidokorlik bo'lmay turib, bedel to'lamay turibchi, bu narsa o'tir kelmaydi. Bir davlatni tutib turayotgan 80 million insonni boshqarayotgan Tayyip Erdo'g'anmi da'vat etdi. Bedel to'lamay turib biz mayaga kelmaymiz deydi. Biz davlatimiz yo'q turib, bizning hech nimamiz yo'q turib, hech qanday bir qurilma sistemamiz barpo qilmay turib biz bedel to'lamaymiz. Pakaj davlat abbasimizni Turkiyaning uchun ma'ni qilib bermaydi, aniq qilib bermaydi emas. Biz Turkiya uchun nima ish qila oldik degan o'ylashimiz kerak. Biz shu o'zimiz bedel to'lab, o'zimizcha Turkiya hukumati bilan Turkiya davlatiga yaxshi holatda yashay olganda anandan keyin xalqdan birini talab qilsak bo'ladi. Biz xalqning davlatida yashashni bilmay turib, yashashni uyalmay turib, boshqalardan talab so'rasak-chi, boshqalardan talab qo'ysak vaqtida adil bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Tamam. Rahmat, yaxshi ish banoz. Ana shu bo'lib chet eldagi muajiratliklarning vazifasini biroz ta'kidlab o'tamiz. Bizning oldimizda bir har birimiz yana o'zini bir so'roq tortishi, men nima ish qilyapman deyish kerak deb. Biz ham men kelayotgan bunda ancha-muncha qarindoshlarning yangidan chiqqanlar bo'lsin, shu 7 oy 5 yildan o'tgan o'zi bevosita yashagan holatlarni yoki tuqquniga kelgan musibatlarni maxfiy holatda ya ayrim uchur yo'llab deydi, ya bo'lmasa bir yer ko'rishib deydi. Muajiratda chiqqan qarindoshlarimizning ko'pinchisi nurg'unlari vatanda har xil 10 minglagan xilma-xil hikoyalar bordi. Chet elda Xitoyning elib berayotgan shu anglitishimiz kerak degan nuqta to'xtaldingiz ham. Nurg'unlar shu erkin dunyoga chiqib bo'libmi, yana shu vatandagilarning ahvoli bu hamdi. Qanchalik unni chiqaramaydigan darajada bo'lib ketishlik hamdi. Bu chiqqandan keyin ya o'zi bevosita shu zulmlarni uchrab inson hayron qoladigan bir anglasa, u hikoyalar so'zlansa, bo'lgan hikoya deb oldim bu yerda amaliy bir ichinishlik bir nima hamdi. Bular so'zlanib, bular axborotga chiqsa, mayli dunyoning har qanday yerdagi birasi anglasa, buni ko'rsa, ya'ni haqiqatan bir Xitoyning qanday bir maxluq ekanligini echib bilish foydasi va nurg'un hikoyalar bor, lekin so'zlanmaydi bu narsa. Yepilib qoldi nurg'unlar. Men necha kun oldin olgan narsalar hamda insonni hamda ishongiz kelmaydigan darajada hozir burun masalan o'lim jazosi ijro qilsam, hozir so'roqdilam, akirkitibdilam necha kundan keyin uylikni chiqib, hatto o'zi bildirmay kun betib bo'lib, uni keyin otasi chaqirib, "Men hech kimga demaysan. Amali bo'g'ashni deb berdim hamda. Mushuni deyamdim sizlarga dedimdi. Desam, shu axborotga chiqib qolsa, tugun chatoq chiqarmay dedimdi. Nadiga ishkalligini demayamdi. Otasi shunda besim silib, hech qanday tinmaysan deb tugitibdi.
O'shundan nurg'un hikoyalar bor. Buni xalq sirtdikilar bo'lib, muhojiratdikilar. Diyobatdagi nurg'unlar qaytmaydi ularning ko'pinchisi. Ayna turib har xil shaklda ya ismsiz shaklda buni bundan bir ish bo'lganligini oshkorlamay, yana shu jimmitlam ishimiz selib yurishimiz. Shuni qanday qaraysiz? Bu naytı bir içiniş bir ahval deb sifatlayman. Çünkü bu mening oldimga kelgan bunday masala. Abim siz degandek masala bu biz muxbirlik qilish jarayonidan nurg'un kishilarni ziyorat qildik. Ovozini o'zgartirishni talab qilgan, ovozini beğenmezlik sharti bilan bizga bo'laylik deb bergan. Bunday ishlar. Endi biz xabarchilikda o'zingiz bilasiz, chuqur uning dalil isbot bo'lishi kerak. To'g'ri. Masalan, ya u bir shahid bo'lgan insonning ovozi bo'lishi kerak. Ya bo'lmasa shunga munosabatlik shu doiradagi rayondagi kishilarning bir dalillaydigan bir isbotimiz qo'limiz bo'lishi kerak. Agar u dalillanmasa, u bizning degan bir tarafli xabarimiz u xabar kuchga ega bo'lmaydi. To'g'ri. Uning uchun biz bu tariqada ularni ovozli shaklda yoki bo'lmasa yuzini yushirgan shaklda, yani uning oshkorlab qolsa, agar uning hayotiga yoki bo'lmasa vatanlik tuqqanlarning nimasiga xavf kelib qilish aniq. Ammo biz mushu reallikdan qanday hal qilamiz bu masalani bu degan masala duch kelgan vaqtda mening nimamda mundaq bir nima bor. Eng muhimi, masalan, turmada qolib qolgan bo'lsin, masalan, rejim ostida qolib qolgan bo'lsin, u insonlarni oshkorlash, masalan, u insonning turmadagi hayoti va yoki rejimdagi insonning nazoratidan qattiq bo'lishi yoki bo'lmasa, nimaning voqeligini o'zgarib ketishi ahvoliga qarta yomonlashib ketdi deb o'ylasakmi, ammo hozirgidek masalan bir bola ötürüyüp tıklaydı, ötürüyüp şey kılayıp nümü taşlap yaptı. Atanızga bir kösüp. Yani bu ülep ketken insanlığı nispeten bunun iç bir iş. Mesela şehit olup ketken nurg'un qarindoshlar bor. Ularning ismi, nerede bo'lgan, qanday bo'lgan, hatto ularning bo'lsa rasmi, shunami? Bu shekildagi axborotlari aniq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki bu insonlar ham u yerda zulm uchirmaydi, ham bu yerga saq-salomat chiqib olgan shunday turish birishlari ya urug' tuqqanlar bo'lsin, buni ichib berish kerak. Eğer iç verilmese, vatandagi vaziyatni Xitoy hozir har tarafli bu uchurni qamal qildik. Mayli internetdan qaysi ahvolga kelganligini aniq bilamiz. Undidorlarimizdan qaysi ahvoldaligini bilamiz. Bu xil vaziyatda Xitoy bunda qamal qilayotgan vaziyatda hattoki chet el muxbirlarini kiritish imkoniyatimiz yo'q. Yana muxbirlarning yaratilish imkoniyati yo'q. Bu xil shaklda bizning shu yerga chiqqan shohidlarimiz orqali bu uchurlarni shu yerdagi insonlarimiz buni dalillab bersa, buning xabarining rostchiligi xabarning kuchga ega bo'lishi texmo darajasi oshadi deyilgan. Endi biz miyatga bir soqchimiz bor deb bilgancha, patogimizning ustida bir Xitoy soqchisi bor bizning-chi. Mujohidga yashayotgan o'g'irlarning. Bu soqchi qanday qildi deganda, dema desam manda bo'lsa, anda bo'lsa debchi, bizning ro'yi Xitoyning qo'rqinch virusi deb maqolamiz bo'ldi. Buni gavdandigan nuqta bu. Ya'ni mushalik soqchimizni ilib tashlamasak biz hech nimani sukut bilan bilib ketamiz. Yani urushda o'lgan yamanmi, sukut o'lgan yamanmi desa, sukut o'lgan. Bu sukut o'lganning nayt xatarlik ahvolga. Hozir biz bu xatarlik ahvolning darajasini nayt shu yo'qolib ketish ahvolidagidek bir qadam kelib qolgan bir millat biz uchun. To'g'ri. Biz shunday bir davlatning insonlari biz hozir. To'g'ri. Sharq Turkiston degan bu ismni qo'llanmayotgan ismimiz nimachu? Mushundaq xato ismda hattoki Xitoy o'zining davlat bayroqlarini, davlat kiriblarini farzandlarimizning ko'ziga niqtab tiqib uyutayotgan mushta xatarlik vaziyatda biz davlatimizni qo'yib turiblar. Shu yerdagi hozirgi shu vaziyatni aniq oshkorlab berish, shu yerga zulmni fosh qilish, buning xalqaro vaziyatda bo'lsin, mayli o'zimiz hattoki hozir ba'zi bir xabarlarni olsak, bizmi ishongimiz kelmaydi, qabayam qilgan. Biz nima deganda mushunchaq darajaga kelganligini shuqum shundaq şahitlarning müşahede so'zlab bir şey veya bizga ovozli shaklda bayonot berish bilan bu masalani kun tartibga kelamiz. Endi yechimni deyishim yo'q, hech qanday asosga tayanmay turib, u chiqqan xabarmi nimasini shakli darajasini yo'qotgan bo'ladi, yolg'on bo'lib qoladi. U vaqtida o xabarimiz xalqaro oldida nima bo'ladi. Shuning uchun deydiganim, mushta bo'lib bo'lganchiligini nom sharifini oshkorlamasin. Çırağını mı ko'rsatmasin, ovozini o'zgartiraylik, bu şekilde bo'ladigan. Ammo uni bilamdi deganda keyin u hamini bilinadigan narsa. Hamini bilinadigan narsa. Ammo o'zi
bir hayati xavfga kelmagan ahvol ostida bexatar o'ringa chiqqandan keyin ba'zi bir narsani boshqarlash bu bek mo'yinda bo'ladi. Agar bunda bo'lmay, bunda ketaversak deganda hatto o'zimiz uchun muojizat vaqt uzargan sari zulmni unutib qolgan, zulmni sezmaydigan, zulmga sal qaraydigan mushunda holat shu psixikamiz yitilib qoldi. Shuning uchun mushu ba'zilarda deydi ki kishi zulmni anglitayvergansa, adamning bo'yin tushgan xabarni izlayvergansa deganlar bor. To'g'ri. Vaziyatimiz shu. Bizning xo'shalligimiz bor. Bizning o'zimizning psixik holatini buzg'imiz yo'q. Shu xabarni izlayotganda bizmi azoblanamiz. Bizning ruhiyatimizga ta'sir qiladi. Ammo vaziyatimiz shu. Uni biz u xo'shallik qilmayotimiz shu zulmni, men tushungan zulmni davomli asıltib turib, düşmanlik nemisini do'st düşmanni ayirib turadigan foydasi borda bu. Düşmanimiz ne aniq? Maqsadimiz bu. Düşmanimiz kim bizning? Bu dünya kafirlerde bütün dünyanın kafirlerini biz düşman kılıp alsak olmaydı. Yani o aniq düşmanimiz ama nöbetlik aldığımızda düşmanimiz. Peygamberimiz bütün kafirlerden bir vakit uruş kılmagan, bazı kafirlerden, bazı müşriklerden sülüye tüzgen, bu şekilde taktiki ve yollarını biz hazır haltımızda tatbiklaşak buluruz. Tatbiklamayı bunu okumay, bütün umumi ziyaretin çoğun kategoriyanın içi kırvarsa o vakti nişanımızdan atış bitiriz. Biz düşmanı birbirle basmış kulak, hasıl kılarsak bular mı aldığımız hazır zulümünü kim yardım atadı bizge? Kim atadımız? Kim kılıvadı da? Halkımızın ahvalı kaysa alette. Bu halkımızın ayeti kimiydi da? Çünkü şuymuş halkının bir parçası olan biz Allah'ın bütünüz. Doğru. Onun için bu şekildeki noktayı nazarımızı doğrularsak inşallah doğruluğda koyarız. Köptün köp rahmet. Evet yaxshi. Rahmet size ziyaretimiz kabul kılavuz için. Hürmetli izleyiciler, şuna qilib bugun vaqt itibari bilan müşahada ochiq suhbat programmamiz müşahada oxirlashtiramiz inshaalloh. Yana bir qatim suhbatga ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.